Yeni Jallatning milliy uyg'urlash davrini, Xitoyning kultural farqdan xoli o'rtaq milliy kimlik barpo qilish tasavvuri. Bultur 10-oyda Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari yig'ilib, bu davlatning kelgusi 5 yildagi rahbarlik qatlamini va siyosiy liniyasini belgilash uchun 5 yilda bir keladigan Xitoy Kompartiyasi mamlakatlik xalq qurultayini o'tkazdi. Xi Jinping o'ribga zid holda 3-qitim partiyaning oliy rahbarlik o'rnini davomlashtirdi. Ve bu, mazkur qurultay Xi Jinpingning huquqini mustahkamlab, mavjudun davrdan keyin ko'rilib baxmagan tarzda huquqni Xi Jinpingdan iborat bir shaxsning qo'liga jug'laydi degan mo'ljallarning to'g'riliqini dalilladi. Bu qurultayda bir qancha kishining dog'dug'i ichida o'stirilishi va tushirilishi amaldorlarning siyosiy mavjudligining Xi Jinpingga bo'lgan sadoqatmandligiga bog'liq ekanligini hamda uning siyosatlarini jon-jahli bilan ijro qilishning o'sishning ochqich ekanligini ko'rsatib berdi. Xi Jinping qo'llagan amaldorlar ichida Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining rasmiy a'zoligiga tayinlangan Pan Yu bor. Pan Yu bultur 6-oydan boshlab Davlat Mahkamasi Millatlar ishlari komitetining mudirlik vazifasini o'tab kelayotgan bo'lib, mazkur apparat Xitoyning as-sonliq millatlar siyosatiga mas'uldir. Xitoyda rasmiy e'tirof qilingan 55 as-sonliq millat umumiy nufusining taxminan 8.9% ni tashkil qildi. Pan Yu'ning Markaziy komitet a'zoligiga tayinlanishi Xi Jinping hukumatining Xitoydan boshqa millatlarga qartilgan oshqun assimilyatsiyachilik tutumining davomlashadiganligidan, hatto texmi avjiga chiqadiganligidan darak berdi. Chunki bu ilgirdan, ya'ni 1978-yildan boshlab izchil holda Xitoy millatidan bo'lmagan kishilar rahbarlik qilib kelgan Millatlar ishlari komitetiga uda ikki qarar Xitoy amaldorining rahbarlik qilishidir. Pan Yu'dan ilgari Millatlar ishlari komitetiga Qin Xiaojiang degan Xitoy rahbarlik qilgan edi. Xi Jinping 2017-yil 2-chi qarorliq vazifa muddatini boshlagandan tortib, as-sonliq millatlarni boshqarishga aloqador tadbirlarning doirasi hukumat, chet elchi imorat ilminti deb qaragan masjidlarning qubullarini chiqib etish hamda restoranlarning va do'konlarning viviskalardagi arabcha belgilarini yo'qotishdan tortib, Xitoy tilini maktablarda birdan-bir o'qitish tili sifatida ishlatishgacha favqulodda keng doiralik bo'ldi. Tibet bilan Sharq Turkistondagi bostirish eng og'ir bo'lib, bu yerdagi aholilarning yurish-turishi haddidan ziyoda cheklamaga uchirdi. Uzluksiz nazorat qilindi, keng ko'lamda tutqun qilindi va Uyg'ur ayollari majburiy tug'mas qilib etildi. Albatta yuqori qattiq qo'l siyosatlarini boshlovchi Pan Yu emas, lekin bu siyosatlarni kengaytib avjiga chiqarishga tayyorlanmoqda. Xitoydagi siyosiy kuchning markaziga yetib borguchi bo'lgan orliqdagi agir to'qay kasbiy hayotida davlat taratqu apparatlarida xizmat qilgan, iqtisodiy qurilmani qayta tashkillash va muhit siyosatini bekitish qatorliqlarga ishtirok qilgan, shundaqla birlik sap bo'limida xizmat qilgan Pan Yu ko'p qatam dadil siyosiy tutumini izhor qilgan edi. Agar Xi Jinping o'zining 3-chi qarorliq vazifa muddatida assimilyatsiyaga yetakchilik qilish va uni tiziltishda zarur bo'lgan yiroqni ko'rarlik va siyosiy tavakkulchilik ro'yiga ega gumoshda izlayotgan bo'lsa, Pan Yu dal ashu xil nomzod edi. Halbuki Xi Jinping taxtga chiqishdan ilgari xili uzun mezgilda Pan Yu huquq safarida bir izib to'xtab qolgan. Hatto 2008-yili muhit asrash ministerligining bayonotchilik vazifasidan ilib tashlangan edi. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Pan Yu'ning siyosiy istiqbolining nima uchun zo'r darajada yaxshilanganligiga kelsak, buningdagi bir xil ehtimollik shuki, bu ikkilisi Xitoy an'anasining birlikka kelgan va o'ziga ishonadigan Junxo millatidan iborat milliy kimlik barpo qilishdagi siyosiy rolni qattiq muayyanlashtirdi. Kultural aks-sado qo'zg'ay oladigan simvollar orqali siyosiy tashabbuslarni shakllantirish va ommani safarbar qilish uzundan buyon kommunistik hokimiyatning taktikalaridan biridir. Shundaqla dunyodagi nurg'un siyosiy tuzilmalardami bu xil taktikani uchratqil bo'ldi. Vaholanki o'z-o'zini inqilobiy partiya deb ataydigan bir hokimiyat cho'qim an'anaga murojaat qilish bilan jamiyatni o'zgartirish orasida tangponglikni saqlay olish kerak. Mavjudun davrda bo'libmi madaniyat inqilobi mezgilida Xitoy Kompartiyasi an'anaviy kulturni qaloq va zo'ravon deb qaragan edi. Ammo shuningdan keyin bo'libmi Xi Jinping davrida Xitoy Kompartiyasi koni markazimchilik davronlarini cho'rib tashlab, Xitoy kulturi haqida jar silib, o'zini an'ananing himoyachisi qilib ko'rsatib, ko'ngilga o'xshash o'tmishda allaqayoqlarga tashlab o'tilgan an'ana simvollarini qaytadan ko'tarib chiqishdi. Pan Yu Xitoy an'anasidan foydalanib, Kompartiyaning kontrolligiga kapolatlik qilishning peshqadam tashabbuschilaridandir.
Bu özünün 2001 yildagi partiyaning diniy siyosatini isloh qilish to'g'risidagi maqolasidami dindan foydalanib siyosiy kontrollikni kuchaytirishni tashabbus qilgan edi. Panyu Xitoyning an'anasiga yepishishning siyosiy unumini naziriyalashtirishdan sirt bu xil yepishishning qaysi tarzda bo'lishi kerakligini ko'rsatib bergan edi. U muhit sohasida xizmat qilgan ko'p yillar mobaynida tabiiy muhitning klassik Xitoy falsafasidagi ahamiyati to'g'risida ko'plab chalva qilgan va o'zining Xitoy an'anasiga bo'lgan ta'birini ekologiyalik madaniyat hukmiga kirgizgan bo'lib, ekologiyalik madaniyat yakki inson bilan jamiyat va tabiat o'rtasidagi inoqlik holati bo'lib, Panyu buni Xitoyning insoniyatga qo'shgan tarixiy tuhfalarining biri degan edi. Halbuki Xitoy an'anasining intayin zulmatli taraflaridan biri shuki, Xitoy an'anasida Uyg'urlarnikiga o'xshash yerlik kulturlar va xalqlar Xitoy kulturi bilan tirkishadigan yotlar deb tonildi-da, milliy yo'g'irilish orqali bu yotlarni assimilyatsiya qilish zarur majburiyat deb qaraldi. Milliy yo'g'irilish hukmi boshqa millatlarning Xitoy urf-odatini, qoida tuzumlarini va tilini qabul qilishni ko'rsatadi. Ya'ni bu hargizmi millatlar aro yo'g'irilish emas, balki butkul yot millatlarning Xitoyga qo'shilishidir. Bu uzundan buyon Xitoy kompartiyasi ko'p takrorlagan so'zlardan biri bo'lsa-mu, ammo ko'pincha hollarda navbatdagi siyosatning bevosita nishoni emas, balki uzun muddatlik sotsialistik taraqqiyotning muqarrar natijasi deb tushunilib kelgan edi. Jiang Zemin bilan Hu Jintao 1990-yili va 2000-yillardagi milliy xizmatga oid nutqlarda birdek holda o'rtaq milliy kimlik barpo qilishning uzun muddatlik mohiyatini muayyanlashtirgan edi. 2010-yillarning boshida ikkinchi avlod milliy siyosat to'g'risida keng ko'lamli munozaraning bir qismi sifatida bir qism sohalarda milliy yo'g'irilish va milliy birikkish chaqiriqi texim kuchaydi. Xi Jinping davlat raisi va partiyaning rahbari bo'lgandan buyon Xitoyning o'rtaq milliy ingini barpo qilish, ba'zi nusxalarda Junxo millatining o'rtaq gavdalik ingini yetildirishni milliy xizmatning oliy nishoni qilib bekitdi hamda yaqinda milliy birlik va yo'g'irilishni ilgari surishning zarurligini ta'kidladi. Panyu o'zining Xitoy an'anasiga bo'lgan moyilligiga o'xshashla milliy yo'g'irilishni xili baldurli talto'kis qo'llagan edi. U 2002-yil yozgan Xitoy g'arbidagi ko'chman o'ltiraqlashishning tarixiy va amaliy ahvoli haqida tadqiqot nomli maqolasida bu hukm haqida tafsiliy to'xtalgan bo'lib, Xitoyning sharqiy va o'rta qismlaridan 50 million Xitoy kelgundini kelgusi yarim asrda Xitoyning g'arbiga, asosligi ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonga o'rinlashtirishni tashabbus qilgan. Panyuning qarashicha keng ko'lamli ko'chman o'tkash Xitoy duch kelayotgan ko'plagan krizislarni hal qila oladi. Jumladan, bunday qilish sharqiy va o'rta rayonlardagi nopos besimini yengillatib, tabiiy boyliqlarning taraqqiyoti va ishlatilishini hamda davlatning sijil taraqqiyotini ilgari suratdi. Millatlar aro farqni yo'qotish va milliy yo'g'irilishni ilgari surish orqali milliy bo'lgunchilikdan manbalangan davlat bexatarligi tahdidini tugata oladi. Panyu o'z maqolasining ikki bobini mazkur tashabbusning o'rnaklarini bayon qilishga ayirgan edi. Bu boshqa davlatlarning tajribalaridan foydalanishning zarurligini ta'kidlab, Isroiliya, Rossiya va Amerikaning bu jihatdagi utuqlarini bayon qilgandan keyin G'arbga kengash Amerikadagi dastlabki zamonaviylashga turtki bo'lib qolmasdan, yana uni dunyoda borgan sir muhim rol o'ynaydigan qudratli davlatga aylantirdi. Biz Amerikaning ba'zi siyosatlari va tadbirlarini ulgi qilsak tamoman bo'ladi. Biz cho'qim Xitoycha alohidlikka ega ko'chmanlar strategiyasini tizdan tuzib chiqishimiz kerak. Panyuning mazkur targ'ibotining Xitoy tarixida o'rnaklar bor bo'lib, qadimgi Han sulolasining G'arbga kengashi va Qing sulolasining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi shularning misollaridan edi. Panyu yana askar turg'izib, bo'z yer o'zlashtirish degan iborani takror ishlatish orqali o'z targ'ibotini Xitoyning mustamlikachilik an'anasiga bog'lagan edi. Panyuning qalami ostidagi milliy yo'g'irilish hukmi sal mujmal. U bir tarafdan milliy yo'g'irilishning tarixiy muqarrarlik ekanligini ilgari surdi. Masalan, u 2001-yildagi partiyaning diniy siyosatini isloh qilish to'g'risidagi maqolasida yot dinlar qanchalik kuchli bo'lishidan, Xitoyga qachon kirgan bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi istisnosiz holda Xitoy kulturiga singib ketadi degan. Yana bir tarafdan uning nazarida kultural va diniy e'tiqodlarning hammasini o'xshash tarzda assimilyatsiya qilg'ili bo'lmaydi. Bu nuqtada u Tibet buddizmi bilan islom dinini alohida tanqidlaydi. Bo'libmi, u islom dinini hammadan xatarlik deb qaraydigan bo'lib, bu vaqtda o'z maqolasida islomning yakliguvchi xususiyatlari boshqa har qanday kulturga singishib ketgili unmaydi. Har qanday yot siyosiy kuchga ishonmaydi. Ya'ni Xitoyning assimilyatsiya urinishi qattiq to'sqinlik qildi degan. Nurg'un tadqiqotchilar Sharq Turkistondagi milliy ziddiyat va ansizlikni davlatning bostirishi, davlatning Xitoylarning ko'chishi va o'ltiraqlashishni qo'llashi, xizmat fursati jihatida Uyg'urlarni va Xitoy bo'lmagan boshqa millat a'zolarini chetga qiqish
və qezi sənayetining yerlik iqtisadga yetakchi o'rinda turish qatorliq turli omillarga bog'lab tushundirdi və bu omillar iqtisodiy tengsizlikni və ishsizlikni og'irlashtirib yetadi. Hatto ba'zi ahvollarda Xitoyning bexatarlik organlariga və fuqarolarga qartilgan qurolliq zarbiga murojaat qilinish xavfini kuchaytiradi deb qaraydi. Lekin Panyoga ko'ra, Sharq Turkistondagi bu masalalarning sababi Xitoyning zulm istimlari bo'lmasdan o'zgartkil unmaydigan islom dinidir. U bu haqda shunday deydi. 1949-yili davlatimiz qurilgandan buyon markaziy hukumat osonliq millatlarga favqulodda e'tibor berib keldi. Halbuki islom masalasida hukumatning qanchalik afzallik bilan ta'minlashidan, qanchalik keng qo'rsaqlik bilan muomala qilishidan qat'iy nazar, natija ko'ngildagidek bo'lmadi. Milliy bo'lgunchilik faoliyatlari yana o'ksimidi. Aksicha, qayerda Xitoylar ko'p bo'lsa, masalan, Sharq Turkistonning shimolida davolg'ishlar oz bo'ldi. Bunun silishtirganda qayerda musulmonlar, ya'ni islom diniga e'tiqod qiladiganlar ko'p bo'lsa, masalan, Sharq Turkistonning janubida ma'lumotchilik og'ir bo'ldi. Panyo islomni kultural yoki ideologiyalik masala deb qaragandek, o'z navbatida yana bo'shliq va nopos masalasi deb qarag'achqa, ya'ni butkul masalani islomga ortqachqa keng ko'lamda ko'chman yo'tkashni bu masalani hal qilishning chorasi deb qaraydi. U yana Xitoyda bir mahal yo'lga qo'yilgan tilning ko'p xilligiga hurmat qilish siyosatining vayron qilg'uchi oqibatlari haqida to'xtalgandan keyin shunday deydi. Bizning maqsadimiz milliy birlikni va uyg'urlashni kuchaytirishdir. Shung behuda zehn sarf qilib, aslida mavjud bo'lmagan milliy yoziqlarni barpo qilishning o'rniga butkul mamlakat miqyosida ishlatiladigan Xitoy tili yoziqini tashviq qilgan tuzuk. U yana osonliq millatlarning Xitoylardan ko'proq farzandlik bo'lishiga yo'l qo'ydigan planliq tug'ish siyosatini tanqidlab, bu nopos xavf elib keladi deb qaraydi. Halbuki u aslida yo'q hisobda bo'lgan milliy territoriyalik avtonomiya tuzilmasini eng qattiq tanqidlaydi. Bu tuzumga binoan Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan atalmish bir qancha avtonom rayondagi o'xshash osonliq millatlar ko'rinishida yerlik hukumatlarda bir qism o'rinlarga ega bo'ladi va bir qism kultural huquqlardan bahramand bo'ldi. Xitoy Kompartiyasi tarixdan buyon territoriyalik avtonomiya tuzilmasini barobar hokimiyat yurgizishning isboti deb ta'riflab kelgan bo'lsa-mu, ammo Panyoning qarashicha avtonomiylik boshqarishning tabiatida bor bo'lgan kultur va nopos farqining tuzumlashishi milliy bo'lgunchilikning harakatlantiruvchi kuchidir va davlat bexatarligiga tahdiddir. Panyo bu sistemaning milliy barobarlik va taraqqiyotga qo'shgan muhim tuhfasini e'tirof qilsa-mu, lekin buningdan xalqishning zarurligini qat'iy muayyanlashtirib, milliy territoriyalik avtonomiya tuzumi eng yaxshi sistema emas, mangulik sistema texmi emas deydi. Ya'ni uningcha bo'lganda Uyg'urlarga mushu shaklan imtiyozmi berilmasligi kerak. Panyoning Millatlar ishlari komitetining mudirligiga va markaziy komitetining a'zoligiga tayinlishi uning uzundan buyon davomlashib kelgan milliy uyg'urlash safsatisining barg'ansir bozor tepayotganligining, shundaqla Xitoy Kompartiyasining millatlar siyosatidagi assimilyatsiyachi tutumining barg'ansir avjiga chiqayotganligining, ya'ni o'zidan boshqa millatlarni tamoman yo'qotib, jismoniy jihatdan yo'qotqil bo'lmasa, tamoman eritib tugatmoqchi bo'ldi qilmaslik g'arazining dalilidir.